G'azab qo'llab beryapsizlar, ko'pdan ko'p rahmat. Ish qilib aymay haqsiz yuraklarni beryapsizlar. Uningdan boshqa qo'llagandimi ash mushan oqso masalan, ko'ril tarafdan bakrak qo'llayapsizlar. Qanday qo'llayapsiz deganda bizning chiqargan mashlarimizdan hamma mashlarimizdan zo'pindan ko'riblam. Yo'lboshchilar mashinamiz bo'ldi ekan deb bizni ba'di kelishib deb men ba'misammi, mashinaning qarzini ishlab barliq ishlarini to'ktab mushang sepra olasizmi degan qarindoshimiz bekjiqda biz xil bundan burmayda qipirayotgan buga aytganmi yana bir tal qipadoq mushu Aqso'ninki mushu Avat degan hamda yizimo naimo fuqmuda mushu Avat tarafga mushu bir tal mashina ko'rib ekan bizning do'yimizning Kia Ksenning birini. Aşı qarinishimiz musha kemiga avvalda biz qarzni ishlab mishadi bayimlar. Tugdib hamish tugda ham kimligini mushang seppada kimlik topshirib olgandan keyin biz ash mashinaning to'liq nomini yo'tkab hamma rasmiyatlarini tugdib Qashqardilar, To'yonmudlar mashina 5 yutma 5 ko'p pullarni Aqso'dan topshirib kelib oldi. Mushning o'xshash hamda ash qarinishimizmi faqat bizni mush do'yindan ko'rdi, telefonlashdik, qag'iniga degan gapni nima yo'lboshchi men birinchi lab sizga ishlaman, ikkinchi lab mashinangizga, uchinchi lab sizning mulozimingizga. Shoma u jihatdan xotirjam siz bani deb sotgansiz, har qanday bir mashinangizdan motor korpusini 5000 kilometr usqani 3 yil sifat kabolatdan bitgansiz, shunga siz o'sh-to'sh gap qilishning o'rni yo'q ekan. Men munda bir mashinangiz yarda dedi, Ksendan birisi yarabdi, qarzlarini ishlab qo'lida 2000 ko'p pulni men berib o'tay dedi, 2000 ko'p pulni etpadi, qolgan rasmiyatlarning hammani bijirib hozir 50% putkizib oldik, ya'ni 50% kimlik kaslam nomiga o'tkab servisimiz mashina 500 ko'p puldan topshirib oldi. Masalan, hamisha kelma degan bo'lsin, balkim 500 ko'p berib kelishga balkim yetmasligi mumkin. Lekin biz bu yerdan Qashqarga haydab opiriblam shu mashina tubigilan besitimiz 500 ko'plar og'ach ketadi. Xotirjam bexatar bardo degan gap. Demak bu yerda ish qilib bizga ishongan qarindoshimizmi, Bekjaq mushuni qo'llab turayotgan qarindoshimiz Bekjaq mushu sabablar tufayli yana bir qatam ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mushunga o'xshagan agar sizlar kelinmisanglarmi, bizga ishonch qila olsanglar va bizning mashlarimiz ishonch qila olib qo'yib qolsanglar, qarz qilib olamizlar yoki naqalamizlar, sizlar kimga avalasizlar, mushunga qarzini ishlab hamma ishlarni to'ktab biz na'dim bo'lsanglar shu yerga seppasak bo'ladi qarindoshimiz. Shunga har vaqt qo'llab turishinglar chin ko'ngilda umid qilaman. Ham shundaqla bizni qo'llayotgan qarindoshimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman.